Mana shu daftar aka, mana shu daftar Xotamjon tomonidan gruppaga tashlangandi mana. Mana o'z qo'li bilan Komil akaning qo'lidan oldik. Xotamjon profilidan mana shu daftar tashlangan. Mana endi ha o'tanglar. qo'lga tushirildi endi mana. Xotamjon mana hurmatli Shoqishloq fuqarolar. Hamidullo akani chaqiring baqa. Hamdullo aka. Baqa kelsinlar. Mana shu ro'yxat mana. Mana Xotamjonlar ham qo'lga tushdi mana. Hozir uyma-uy yurimiz. Xudo xolasa uyma-uy tekshirish bo'lyapti. Daftar berilmaydi aka. Bu fakt bu. Bu fakt berilmaydi aka. Bu gruppaga aylanagan Telegram gruppaga. Berilmaydi aka. Boshqa ofitsial nimani ko'ravering endi. Bu bular bilan kibr xavfsizlik ishlaydi endi. Ha Xotamjon profilidan 309 ta odamni tashlangandi. O'sha tashlangan surat mana hozir kelib tushdi qo'limizga. 309 ta qishloqdoshimizda hozir o'sha moddiy ahvoli o'rganilyapti. Qishlog'imizga o'sha 1 milliondan kam ta'minlangan o'rta aholi oilalarga yordam bo'lgan, nogironligi bor boshqasiga. Shuni mana Xotamjonlar temasini ko'targandi. Xotamjon profilini aniqlashtira olmayotdi. Mana hozir tekshirishga kelgandan keyin o'zlari bilmagan holga daftarda olib chiqishdi. Biz уже mana shu gruppaga tushgan daftarni qo'lga kiritdik birodar. Mana 309 ta odamni